Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 4-fevral haftani chorshanba kuni 2026-yil. Mana bolachalarga xullas mana shunaqangi bir nima deydi buni? Jeletka deydimi, kamzircha deydimi, mana shunaqa kiyimlar. Nech pul ekan buni kichkinachasi? Kichkinachasi 10 ming so'mdan ekan. Narxi bir xil bularda. Mana shu xullas seriyadan pushti mana shu qator bir xil narxi. Xo'sh, buchi kattarog'i. 12,5 ming so'm pachkaga ekan narxi. Donaga nech pul donaga olaman desa? Donaga 15 ming so'm. Bunisi-chi? Mana shikolat sveti ham bor ekan. Keyin bunaqa rangdagisi ham bor ekan. 3-4 sinf ekan, razmeri 20 ming so'm donaga. Shunaqami? Pachkaga 20. Ha, pachkaga 20 ming, donagachi? Donaga 25 ming sotyapti ekan xola mana. Yaxshi, mana kattasini-da. Bu kichkinaroq ekan mana. O'zlaring ko'rib turibsizlar. Eng kattasi, o'rtachasi, bunalar kichkinasi. Bunisi nech pul dedingiz? 12,5 ming pachkaga. Donaga 15 ming so'm. Telefon nomeringiz nechi? 88lik 503 58 ga telefon qilaverasizlar mana. Pachka kerak bo'lsa bor. Shunaqa kiyimlar. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'lyapti. Ertalab 6 da boshlanadi bozor. Kunduzi 11 gacha bo'ladi bozor. Endi mana bu materiali bambukdan ishlangan, tepa pastlik, xullas mana shunaqa kiyim, qalpoqchasi bor. Nech pul deyapsiz buni? Buni 35 ming. 35 ming so'm ekan. Toshlari nimada bosilgan? Pris dazmolda bosilgan ekan toshlari. 35 ming so'm pachkagami, donagami? Pachkaga. Pachkaga ekan, donaga nech pul? Donaga 40 ming so'm ekan. Razmeri-chi? 1-sinf 3-sinf ekan. Endi bu narsa, mana narsa ham bir xilmi? Bir xil. Bunisi ham bir xil-a? Mana rasvetkalari, qizili bor ekan, shikolat sveti bor ekan, ko'k. Bunisi-chi? Yoshrang. Bunaqa razmeri. Kichkina razmeri. 1-sinfniki. Nech pul bu? Bu ham 35 ming. 35 ming so'm. O'sha pachka narxi. Donaga nech pul? Donaga bu ham 40 ming. 40 ming so'm donaga. 40 ming beradi, xohlagan razmerini olaveradi. Nechidan nechigacha dedingiz razmerni? 1-sinf 3-sinf. 1-sinf 3-sinf ekan. 7 yosh. Bunisi-chi? Bu zamoklisi 40 ming. Mana bunaqa zamoglisi bor ekan, 40 ming so'm ekan pachkaga. Pachkaga 40 ming. Donagachi? Donaga 45 beryapmiz. Donaga 45 ming so'm ekan. Rasvetkalar bor. Rasvetkalari bor ekan. Buni ham toshi pris dazmolda bosilganmi? Pris dazmolda bosilgan bu ham. Yaxshi, telefon nomeri nechi? 94lik 94lik 129 0962 ga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa. Qo'qon bozoriga ham chiqishar ekan. Qo'qon bozori, shu Optim bozori, Stayanka bozori payshanba, yakshanba kuni bo'lyapti. Zo'r. Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Nech pul deyapsiz? 75 ming so'm pachkagami? 75 ming so'm pachkaga. Rasvetka ekan hammasi? 5 xil rasvetkasi bor ekan hozirgi vaqtda. Necha yoshga tushadi bu? 46-50 razmergacha tushadi. 46 dan 52 gacha tushadi. 52 gacha tushaverar ekan. Materiali nima buni? Material men ham tushunmadim hozirda. Bambuk. Xo'p. Bu tomonchi, bular nech pul? 95 ming berdi, 50 dan 60 gacha. 95 ming so'm berishibdi. Bular bambuk shakliga. 50 dan 60 gacha razmer. Bularchi? Bularimiz ham bambuk 50 dan 60 gacha razmer, 65 ming berdi. Yaxshi. Zo'r. Bular tigr nachosliklar 110 ming berdi. Qanday shu tigr nachosliklarni ko'rsatingchi, nech pul bu? 110 ming berdi. 110 ming so'm ekan. Yaxshi, nomeringiz nechi aka? 91lik 91lik 151 151 15 19
15-19 ha? Bunisi nech pul bunisi? Toshi bori. 120 ming. 120 ming so'm ekan bulari. Razmeri nechidan nechagacha? 54 ga chiqdi. Nechidan? 48 48 dan 54 gacha ekan razmeri. Bunisi-chi? 110 ming berdim. 110 ming so'm ekan. Ular telefon qilaverasizlar. Bular narxi nech pul aka? 70 ming so'm pachkagami, donagami? Pachkaga 70, donaga 75. Donaga 75 ming so'm ekan, pachkaga 70 ming so'mdan ekan bular. Qayerdan qayergacha? Boshigacha? Hammasi shunaqa narx ekan. Hozirda ko'rsatib chiqamiz buni. Pachkaga 70 ming so'mdan, donaga 75 ming so'mdan. Razmeri nechidan nechigacha aka? Razmeri. Razmeri nechi? 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha ekan razmeri. Materiali bambukmi? Bambuk jazlaydi. Bambuk jazlayn ekan. Telefon nomeringiz necha aka? 93lik 040 30 98 ga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shular kerak bo'lsa, pachkaga 70 ming so'm, donaga 75 ming so'm.